Ukamni boshiga tashvish tushib qoldi. Shunga sotyapman. Ha, yomon bo'pti-yu. Shunaqa. Nech pul so'rayapsiz o'zi? 200 ming aka. 200 ko'p-ku. Nima deyapsiz aka? 100 beraman. Yo'q. Naqd. Xohlasangiz hozir. Akajon, bitta ukam bor. Ota-onam o'tib ketishgan. Qanaqa qilib qarab turishim mumkin? Shu ukamni saqlab qolish uchun majburlikdan sotyapman aka, iltimos. Ertalabgacha pul kerak, yordam bering. Aka, pul menga kerak emas. Pul sizga kerak. Judayam kerak pul. O'sha pul menda bor. Iltimos jon aka. Vaqtim olmang. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Lekin kes kuta olmaydi. Shuni esidan chiqarmang. Javobini tezroq ayting. Ko'p kuta olmayman. To'xtang. Hech bo'lmasa 150 bering. Roziman. Bo'ldi, ertaga uyga bo'shatib qo'ying. Pul bilan kelaman.